Izviz brendidan CB2 kamerasi haqida gaplashamiz. Demak, biz buni ochib ko'ramiz. Korobkasi juda ham yaxshi ochilyapti mana. Time lapse yoki normal rejimda video tasvirga olishimiz mumkin. Bu juda ham katta yangilik. Kartani ini kameraning uzunligidan biroz kattaroq. Kameramizning magniti juda ham mustahkam. Ko'rishingiz mumkin mana. Siz shunchaki sotib olasiz va pulingizga kuyasiz. Qanaqa joylarga o'rnatilsa ko'zga ko'rinmasligi haqida ozgina gaplashamiz. O'g'irlikni yoki qanaqadir hodisani oldini olish yoki kuzatib turishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Mening ismim Akbarali Abduvaliyev, kamera mutaxassisiman. Bugun sizlar bilan O'zbekiston bo'yicha, balki dunyo bo'yicha ham eng mashhur va eng yetakchi bo'lgan Izviz brendidan CB2 kamerasi haqida gaplashamiz. E'tibor bering, bu kameramiz Wi-Fi'li yoki sim kartali variantlari bor. Bu kameramizning eng ajralib turuvchi xususiyatlaridan biri batareykasining quvvati 50 kungacha yetishi mumkin. Tasavvur qiling, birgina kameraning quvvati 50 kungacha yetishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Birgalikda gaplashamiz. Faqatgina hurmatli kuzatuvchilar, bizning ijodiy faoliyatimizni qo'llab-quvvatlagan holda hoziroq videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Biz esa davom etamiz. Dastavval kameramizni ochib ko'rib, komplektida nimalar chiqishini birgalikda ko'ramiz. Kameramizning qutisiga kelsak, kameramizning qutisi juda ham sifatli qilib ishlangan. Har bir taraf uchun alohida e'tibor berilgan. Birgina yuzasi orqali siz kameraning Izviz brendiga tegishliligini, aqlli uy uchun batareykali kameraligi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz va bundan tashqari Type-C yordamida quvvatlanish haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Xullas, birgina yuzasi bilan ham juda ham ko'p ma'lumotlar berilgan. Eslatib o'taman, ushbu kameramiz sim kart yordamida ishlovchi 4G kamera. Buni Wi-Fi'li varianti ham bor. Demak, biz buni ochib ko'ramiz. Xo'p, korobkasi juda ham yaxshi ochilyapti mana. E'tibor berishlaringiz mumkin. Xo'p, bismillah. Ichidan birinchi bo'lib kitobchasi chiqadi. Ya'ni bu orqali siz tegishli ilovani o'rnatib olishingiz mumkin. Bu ilova ham Izvizning ofitsialniy ilovasi bor. Shuni o'rnatib olishingiz mumkin. Foydalanuvchi kitobchasi. Xo'p, kamerani qotirish uchun oyoqcha juda ham yaxshi ishlangan. Bu magnitli bo'ladi va ikki taraf ham rezina bilan qoplangan. Juda ham yaxshi ishlangan. Barcha qulayliklar mujassam etadi. Juda ham sifatli yaxshi. Xo'p, kameramizning o'zi rangi qora rangdagisi hozir bu. Buni oq va qora rangdagi kamera mavjud. Bu kameramiz oq va qora rangda chiqadi. Hozir bu qora rangdagi kamera. Demak, linzasi, datchiklari, orqa tarafida Type-C porti, micro SD yoki sim karta ketuvchi portlari, xullas kameraning o'zi. Xo'p, bu yoqdan ikkita shurp berilgan. Bu shurp bizaga mana bu temir krenshtenchasi chiqadi. Shuni devor yoki taxtalarga qotirish uchun mo'ljallashtirilgan. Xo'p, temir krenshten. Ya'ni temir krenshten oyoqchaga juda ham yaxshi o'rnashadi. Qo'lini qisib qoldi, ko'rishlaringiz mumkin. Endi bu esa kameraning ostki qismidan yaxshi yopishadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham yopishi yaxshi. Xohlasak buni bu tarafini ham ishlatishimiz mumkin. Bemalol yopishtirib qo'yib mana kamera shunaqa magnit yordamida yopishadi. Lekin yopishganda ham ko'rishimiz mumkin, tushib ketmaydi. Xo'p, komplekti. Xo'p, ichidan USB kabel chiqadi, Type-C, ya'ni quvvatlash uchun. Va bundan tashqari ikkita yelim ham chiqadi. Kamera, krenshten, oyoqcha, xo'p, quvvatlash uchun USB kabel, shurp va foydalanuvchi kitobchasi. Demak, kameramizning o'lchamlari haqida gaplashsak, kameramiz 4 sm ga yaqin, 4 sm dan ozroq kichikroq. Bo'yi ham, eni ham. Uzunligi esa 5 sm. Taxminan. Xo'p, kameramizni ochib ko'ramiz. Bismillah. Xo'p, mana bittada ko'rishlaringiz mumkin. Sifatli brendli kamera qanaqaligini o'zi ko'rsatib turibdi, ko'rinishi ham. Demak, linzaga ega kameramiz, mikrofonga ega, mikrofoni bor. Xo'p, ikkita yonidan infrakrasniy datchiklari bor. Mana bu ko'rib turgan joyingiz PR datchik, ya'ni harakatni aniqlaydi. Kameramiz juda ham yaxshi ishlangan. Endi mana bu ko'rib turganingiz esa yorug'likni aniqlaydi. Demak, kameramizda juda ham yaxshi ishlovchi tungi rejim borligi birgina yuzasidan ma'lum. Xo'p, kameramizning orqa tarafida
ko'rib turishimiz mumkin. Type-C porti mavjud. Micro SD fleshkani qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni 512 GB gacha va nano sim kartani o'rnatishimiz mumkin. Endi bu yoqdan time lapse yoki normal rejimda video tasvirga olishimiz mumkin. Bu juda ham katta yangilik. Demak, kameramizni qanaqadir joyga qo'yib ketsak, u misol uchun 1 soatlik videoni sizga 10 sekundlik yoki 30 sekundlik qilib ko'rsatishi mumkin. Demak, siz o'sha qurilish jarayonlari yoki o'zgarish jarayonlarini birdan ko'rib turishingiz mumkin. Hattoki daryoning sathlarini ham o'lchash mumkin. Bu juda ham yangi funksiya, demak, time lapse. Xo'p, kamerani yoqish uchun power tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Va bundan tashqari kameramizda ikki tomonlama audio aloqa uchun karnelari ham mavjud. Karnelari tepada ko'rishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, kamerani juda ham yirik planda ko'rsatganimiz uchun kamera biroz sizga kattadek tuyulishi mumkin. Lekin kamera funksional jihatlari va ishlashiga nisbatan juda ham kichkina. Misol uchun hozir sizga solishtirib ko'rsaman. Mana bu qo'limdagi karta. Demak, kameramiz uzunligi. Ko'rishlaringiz mumkin. Kartani eni kameraning uzunligidan biroz kattaroq, taxminan 3-4 mm. Ya'ni mana karta turibdi, bu kamera. Ko'rinmay qolyapti sizlarga ham, shunaqa ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Xo'p. Endi qo'limdagi AirPods oddiy naushnik, bu esa kamera. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Va qo'limdagi telefon va kamera. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Telefonning kamerasi misol uchun. Xo'p, bitta so'z bilan aytganda, bu kamera mini kameralar ichida eng yaxshisi. Qo'limdagi ushbu mini kamera sizga qanaqa qulayliklarni taqdim etadi? Demak, texnik ko'rsatkichlari haqida gaplashamiz. Kameramiz 2K formatda video tasvirga oladi. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich, ya'ni 3 megapikselli linzaga ega. Kameramizning linzasi 110 gradus atrofidagi tasvirlarni ko'rib beradi. Kameramizda bundan tashqari ikki tomonlama ovoz mavjud. Demak, biz telefondan gapiramiz, kameradan eshitiladi va kamera bo'layotgan voqealarni telefonga uzatib beradi. Bu juda ham yaxshi funksiya hisoblanadi. Demak, siz qanaqadir safarda yoki chet eldasiz, bu kamerani ofisingizga o'rnatib qo'ydingiz yoki uyingizga, telefoningiz, ya'ni birgina telefoningizdan gapirasiz, kameradan eshitiladi va bo'layotgan voqealarni telefondan eshitib turishingiz mumkin. Bu juda ham yaxshi qulaylik. Kameramiz PR datchiklari orqali faqat insonning harakatini payqab, quvvatini 50 kungacha saqlashi mumkin. Ya'ni avtonom tarzda 50 kungacha ishlab berishi mumkin. Tushunarli bo'lish uchun faqat insonni ko'rgan vaqtda tasvirga oladi, boshqa vaqtlari uyqu rejimida turadi. Bu jajji kameramiz ikkita infrakrasniy datchiklar orqali tunda ham juda ham yaxshi tasvirlarni olib beradi. Yetmaganiga ushbu mini kameramiz 512 GB gacha CD karta xotirasini qo'llab-quvvatlaydi. Bu degani yarim terabayt degani. Juda ham katta ko'rsatkich. Lekin sizga shaxsiy maslahatim 128 GB joy ham sizga yetib ortadi. Ya'ni 128 GB lik fleshkadan olsangiz yetadi. Va sizga bonus qulaylik, kameramiz magnit yordamida yopishadi. Hech qanaqa klik, ortiqcha narsalarsiz, shunchaki magnit ushlovchi temir yoki metal jismga shunchaki kamerani yopishtirib qo'yasiz, tamom. Va kameramizning magniti juda ham mustahkam. Ko'rishingiz mumkin mana. Bu magnitli oyoqchaning ikkita tarafi ham magnitni juda ham yaxshi ushlaydi. Va kameramizning ostki qismi to'liq magnitni qo'llab-quvvatlaydi. Shunchaki yopishtirib ketsangiz bo'ldi. O'zbeklarda mini kamera deganda A9 mini kamerasi hammaning xayoliga keladi. Avvallari bu kamerada nomiga magnit bo'lardi, hozir magnitni ham olib tashlashgan. Demak, reklamalarda xohlagan joyingizga yopishtirib ketish mumkin, tungi rejimlari bor, ovoz yozadi, balobattar deb reklamada ko'rsatilgan. Lekin bu yolg'on. Lekin o'sha reklamadan kerak bo'lsa ko'proq funksiyalarni ushbu kameramiz taqdim etadi. Misol uchun ushbu kameramiz 5 gram yoki 10 gram chiqadi, juda ham yengil. Lekin bu kamera esa anchagina og'ir. Ko'tarib ham bilishingiz mumkin va ushbu kameramizning ichida 2000 mAh lik akkumulyatori joylashgan. Qisqa qilib aytganda, 150 ming, 200 mingga hech qanaqa mini sifatli kamera topa olmaysiz. Siz shunchaki sotib olasiz va pulingizga kuyasiz. Kameramizni, demak, birgalikda ishlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib xotira kartasini kameramizga qo'yib olamiz, e'tibor beramiz. Demak, tilini tepaga qaratib qo'yamiz. Micro SDni.
Xo'p, qo'ydik. Endi esa sim kartamizni, ya'ni nano sim kartani shu kontaktini tepaga qaratib qo'yishimiz kerak bo'ladi kameraga. Xo'p, demak, sim kartani qo'yib oldik. Endi esa power tugmasini bosib turamiz. Kameramizda, demak, indikator ko'k yondi. Endi mobil qurilmamizdan App Store ga kirib ko'rishimiz mumkin. Is deb qidiramiz. Ustiga bosamiz. Xo'p, mana bu приложениyani yuklab olamiz telefonimizga. Приложениyani o'rnatib oldik, ilovani. Xo'p, demak, ruxsatlarni beramiz. Xo'p. Demak, region davlatimizni belgilaymiz. O'zbekiston chiqadi. Xo'p, saqlanib qildik. Endi buni xohlasangiz Google bilan yoki qanaqadir akkauntingiz bilan kirib qo'yishingiz yoki ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Agar ochilmagan bo'lsa avval sizning noy akkaunt qilsangiz ham bo'ladi. Lekin bizda osonroq Apple ID bilan qilamiz. Demak, Apple ID bilan kirdik hisobga. Xo'p. Подключить qildik. Xo'p. Bu yoqqa bizga telefon raqam so'rayapti. Demak, biz raqamimizni kiritamiz. Parolga o'zimiz shaxsiy parol qo'yamiz. Demak, avtomatik kirib oldi. Xohlasak, приложение uchun, demak, kirish uchun kod qo'yib qo'yishimiz kerak, lekin bizga hozir shart emas. Добавить устройствоni bosamiz ustiga. Xo'p, biz kamerani bosamiz. Ruxsat beramiz va kameramizni e'tibor berasizlar. Pastki qismida QR kodi bor. O'shani shunchaki qurilmamizga ko'rsatamiz. Demak, ruxsat beramiz. Kamerani chiqardi, добавить bosamiz. Juda ham oson. Xo'p. Demak, kameramiz mana ulandi. Ishlashini ko'ryapsizlar. Juda ham yaxshi ishlaydi. Umuman qotmasdan. Xo'p. Ro'yxatni bosamiz. Xo'p, endi biz kamera uchun parol qo'yishimiz kerak. Demak, hozir qo'yayotgan parolimiz faqat kameraga tegishli bo'ladi. Ya'ni kamerani boshqa qurilmaga ulatsa yoki bundan dastur bersa, kameraga kirish uchun kameraning shaxsiy paroli bo'ladi. Biz bunga 1 dan 6 gacha parol qo'yib qo'yamiz. Demak, biz kamerani ulayotgan vaqtimizda birdan o'zi rejimlarni so'rab ketyapti. Demak, настроить rejim работы bo'lishi mumkin. Qanaqadir holat uchun ishlaydigan, ya'ni timerga qo'yib qo'yishimiz mumkin, rejim out qo'yishimiz mumkin. Demak, har doim videoga oladigan rejimga qo'yib qo'yishimiz mumkin yoki qanaqadir quvvat tejash. Bundan tashqari pitание подключение, lekin biz mana bu quvvat tejashni yoqib qo'yamiz. Xo'p, bo'ldi. Kameramiz tayyor, mana eng yaxshi rejim shu. Xo'p, insonni tanish, demak, anaqasi bor, pair dashchiga dedim. Buni biz sredniyroq qo'yib qo'yamiz, misol uchun. Xo'p. Uspешно. Demak, qo'limdagi ushbu kamera ishlashga tayyor. Ustiga bosamiz. Demak, fleshkasini format qilib tashlaymiz. Fleshkamiz format bo'lgandan so'ng kameramiz ishlashga tayyor bo'ladi. Ya'ni har bitta fleshkani kamera o'ziga moslab sifrlab oladi. Demak, ko'rishimiz mumkin, fleshkamiz format bo'ldi va kameramiz ishlashga tayyor. Xo'p. Zapis sabiti deb yozib qo'yibdi yoki o'zimizga keraklisini yozib qo'ysak bo'ladi. Endi kameradan foydalanish uchun izvis ilovasiga kiramiz. Ilovamiz ochildi. Xo'p. Ustiga bosgan vaqtimizda загрузка qilib olib, kamerani bizga real vaqt rejimida ko'rsatib beradi. Siz chet davlatda bo'lsangiz ham bemalol ishlatib ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Kameramiz demak ishlashga tayyor, mana ko'rishingiz mumkin. Deyarli qotish yo'q. Endi ovozini hozir o'chirib turamiz, sababi echo bo'lib qolishi mumkin. Ovozimiz o'zimizga qaytib kelyapti. Ko'rishingiz mumkin, mana kamera ishlashga tayyor. Hurmatli kuzatuvchilar, mana EasySB2 mini kamerasini birgalikda nastroyka qilib oldik. Endi ushbu kamerani qanaqa joylarga o'rnatilsa ko'zga ko'rinmasligi haqida ozgina gaplashamiz va birgalikda original kadrlarni ko'rib chiqamiz. Demak, kameramiz qora rangda bo'lganligi uchun ko'proq qora materiallar bor joyda va ko'proq burchaklarda o'rnatilish tavsiya etiladi. Shunda bu ko'zga kamroq tashlanadi.
va uni e'tibor bermagan inson bu kamera haqida xabar topmaydi. Bu qanaqa temir bo'lishidan qat'iy nazar shunaqa burchakroq joylarda o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun shu yo'g'a misol uchun temir xo'p shunaqa qilib qotirib o'zimizga mos rakursni belgilab qo'yamiz. Ya'ni 110 gradus atrofida olib turadi. Endi birgalikdagi original kadrlarni ko'rib chiqamiz. Biz kamerani o'rnatib oldik. Hozir cholg'u asboblarini sotish magazinindaman. Kamerani tasvirga olish sifatiga o'zlari baho berasizlar. 110 gradus atrofida shunga tasvirga olib turibdi. 2 metr joyda ham olib turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu yoqdan boshlanib nimani shoxgacha. Kameramizni tungi rejimini ko'rib turibsiz. Infrakrasniy datchiklar orqali o'zi yorug'lik tarqatib bizga olib beryapti. Bu mini kamera uchun juda ham yaxshi sifat ko'rsatkichi. Juda ham olish yaxshi. Hozir qop-qorong'ulik joy. Hech qanaqa yorug'lik yo'q. E'tibor beramiz. Kamera bundan tashqari juda ham ovozni sifatli yozib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu Izvis CB2 kamerasining original kadrlari edi. Sizga bir sirni aytib o'tmoqchiman. Insonning ko'zi 1 metrdan yuqoriroq, ya'ni 1 metrdan balandroq bo'lgan narsalarni sezishi mumkin. Lekin agar biz buni pastroq qismlarga joylashtirib qo'ysak, inson farqlashi juda ham qiyinlashadi. Va bu pastroq joyda ham juda ham katta obzorni olib berishi mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, juda ham muhim eslatmani aytib o'tmoqchiman. Mini kameralar yordamida boshqa bir insonning shaxsiy hayotiga aralashishlik mutlaqo taqiqlanadi. Faqat siz mini kameralar orqali qanaqadir bo'layotgan o'g'irlikni yoki qanaqadir hodisani oldini olish yoki kuzatib turishingiz mumkin. Demak, buni faqat shaxsiy xavfsizlik maqsadida foydalanishimiz kerak. Mini sim kartali Izvis CB2 kamera haqidagi video kontentimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ushbu kamera haqidagi barcha ma'lumotlarni siz bilan ulashishga harakat qildik. Ijodimizni qo'llab-quvvatlab, like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Va ushbu kameramizning narxiga kelayotgan bo'lsak, bu kamerani Wi-Fi varianti $70 chiqadi. Sim kartali varianti esa $80 chiqadi. Ushbu kamerani xarid qilish uchun 20 lik 011 66 11 raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki hozir ekraningizdan chiqqan QR kodni skaner qilib, bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali biz bilan bog'laning. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling. Aytgancha, keyingi videolar nima haqida bo'lishligini kommentariyada yozib qoldiring va ushbu video haqidagi fikringizni ham kommentariyada yozib qoldiring. Shaxsan o'zim yozgan izohlaringizni o'qib, sizga javob qaytaraman. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling. Lekin hech narsa qolmadi. Shuhrat, kamera haqidagi hamma narsani aytib bo'ldik. Bitta sim karta qo'yasan ishlaydi. Xavfli kamera.